Tavrot kitobida Yahudiylarga shunaqa buyurilgan ediki, ularni bayrami shanba kuni, Yahudiylarniki bilasizlar, bizaniki musulmonlarda juma kuni, Nasroniy xristianlarda yakshanba, Vaskres, ya'ni Vaskres. Shu Iso alayhissalom Vaskres deyishadi, biz Iso alayhissalom payg'ambar deymiz. Tavrot kitobida Yahudiylarga shunaqa buyruq buyurilgan ediki, bu Qur'on oyatlarida keladi bu hissa. Ya'ni shanba kuni sizlar baliq tutmaysizlar. Ya'ni haftani har kuni baliq tutishinglarga ruxsat, lekin shanba kuni baliq tutish mumkin emas deydi, yasoq edi. Ular qanaqa makr qildi desanglar, aksiga olib dushanba, seshanba kunlari kam baliq o'tardi, lekin shanba kuni lovullab baliq o'tardi. Ular qanaqa makr qildi desanglar, juma kuni kechqurun to'g'ri solib qo'yib, o'sha o'tadigan baliqlar ilinib qolgandan keyin yakshanba kuni uni olib olishdi. O'zlaricha makr qilishdi. Qaranglar, qanaqa makr qildi, qanaqa yahudlar Allohning g'azabiga uchradi, Allohning oyatlari bilan o'ynashib, o'zlaricha makr qilib, ya'ni har kuni kam o'tadi, imini shanba kuni baliq ko'p o'tganiga to'r qo'yib qo'yishdi-da, juma kuni kechqurun uni yakshanba kuni olib olishdi. Endi bundan 4-5 yil oldin 3 taloq, mana misol uchun taloq 3 ta taloqdan keyin bo'ldi, ayolinglarni qaytarib ololmaysizlar, ya'ni taloq berdinglar, iddasi chiqmasdan yarashdinglar, yo iddasi chiqdi yana suv ichib qo'yib yarashdinglar va hokazo. Mana bitta taloq berdinglar, yarashdinglar, ikkita taloq berdinglar, yarashdinglar. 3 taloq bergandan keyin bo'ldi, uje orqaga yo'l yo'q. U ayol boshqa erga tegib, yolg'onda ham tegib emas, ya'ni o'yin qilib emas, bir nikohlab o'sha ertasi kuni ajrashib yoki bir kun yotib ajrashib emas, rostakassim erga tegib, rostdan agar undan ajrashsa, yana birinchi eriga obnovleniya bo'lib, yana birinchi eriga tega oladi. Rostdan ajrashsa. Qanaqa o'yin qilishyapti? Shunaqa voqealar ko'p bo'lgan. Tojikistonda, O'zbekistonda, O'rta Osiyoda. 3 taloq bo'lgandan keyin shunday nikoh o'qib turib, joyda yana ajrashib turib, yana berib yoki bir kun yotib, yana u taloqni berib, yana ajrashib, Alloh oyati bilan mana shunaqa o'ynashsanglar, yahudiylardan nima farqinglar qoladi?